Assalom. Kitap o'qish munbiriga xush keldingiz. Hozir anglaydiganimiz Tursunay Yunusning Vatan Söygüsü nomli romani. 8-bob. Ular üstü uçuq avtomobilga chiqib, bir kecha menib, bir yerga yetib keldi. Bu kengir ketgan, yerlari munbat, suvlari albak joy edi. Ular bu yerni Sir daryo bo'ylari deb tonishtirdi. Ular vaqtliq gamilarga o'rinlashtirildi. Bir hafta o'tgandan keyin har bir oilaga qo'ruq joy kesib berildi. Kesakni o'zinglar qo'yib tayyor qilsizlar, uylar o'xshash loyihalendi, deraza eshik yog'ochlari ta'minlandi, deb uqtirildi. Bu yerda ulardan ilgari kelgan kishilarmi bor edi. Shu atrofdagi kolxoz a'zolari bir-birlab kelib, yangi kelganlar bilan ko'rishdi. Bir mo'may kelib, yosh to'kib turib, "Anladik, sizlar Janubiy Shinjongdan kelibsizlar. Mening dadammi shu yerdan kelgan" desa, yana birlar kelib, "Biz qiyinchilikqa uchraganda Arkash tomdan o'tib, Qashqar Xotanga berib shu yerda turgan. U yerdagi xalq, hukumat bizga qarindoshlikni yetkazgan edi. Turmushdan g'am qilmanglar, biz birga ishlab, birga yashaymiz" deyishdi. Әтістін тартып, ашынан, әтта kiyim-kechak ilib yo'qlab kelganlarning oyig'i uzilmadi. Yosh yigitlar uy silishga yordamlashdi. Bu yerdagi xotirjamlik, tashkilning obdan o'rinlashtirishi, kishilarning g'amxo'rligi va mehribonligi bilan yangi kelganlarning ko'ziga yosh qurib, yuraklari joyiga tushib qoldi. Yangi turmush mana shu yerda boshlandi. Ayol qiyri yosh demasdan hammaylan kesak qo'yish bilan oldirash edi. Oyim o'tin terib choy qaynatsa, kichkina Rayhon uningga soydak agishib, u nima qilsa shuni qilaman deb, hatto kechildirmi men ocham bilan uxlayman deb turib oladi. Hasanjon bo'lsa, atdigandan kashkicha ishtonning pushqoqlarini turib, ko'nglikining yanglarini shimaylab, to'pishtirib tushiradi, loy etadi. Birnammi orom olmaydi. Mahmud qari vaqtliq tunur silib, non samsi yaqsa, ayollar chalma o'choqda qozon qaynatishadi. Alahazal yerim oy mana mushundaq to'pchang va loy patqoq ichida o'tib ketdi. Endi uylarning o'gsisi yepilib atadi. Hasanjon oshxonaning ustini yepib atganda qandoq bo'ldi? Bola yog'och qaras qilib sunib, Hasanjon 3 metr egizlikdan tushib ketdi. Uning o'ng puti o'shqidan sungan edi. Shuning bilan oyim kunda tamoq etib doktorxonaga to'shig'ash Rayhonning holidan xabar oldi. Bir kuni Rayhon dadasining yonida yetib uxlab qoldi. Hasanjon qizig'i ichi kuyib, uning beshini silab o'ltirib ketdi va "Xudoyim, sana yaxshi bir ona bersikan" deb pichirladi. Dal shu chaqda eshik ochilib, oyim tamoqqa kirdi. "Tamoq isib beraymi?" dedi u tartinib qilib. "Mayli, issiqida ichay." Oyim piyoliga o'g'rini bo'lib Hasanjonga sundi. Biroq qo'li bilinar-bilinmas titrab ketdi. Angacha Rayhon ko'zini ichib, "Ocha!" deb uning isildi. "Yaxshi qildingizmi?" "Ha, dadamning yenda uxlab oldim. Kashda siz bilan uxlayman. Ma'qulmi?" "Ma'qul." Hasanjonning ko'ngli birdinla illib ketdi va ikkisiga qarab kulimsiradi. Hasanjon doktorxonadan chiqqandan keyin Rayhon pat-patla, "Dada, ocham nimishqa biz bilan turmaydi? Uni chaqirib kelaymi?" deydigan bo'ldi. Hasanjon garchi oyimni ko'rmasa, ko'rgisi keladigan, ko'zlarida izlaydigan bo'lib qolgan bo'lsa-mu, ko'nglida "Men 25 yoshni oshdim. Qizim 7 yoshga kirdi. Oyim bo'lsa, amdila 17 yoshda. Qizimdan oram 10 yosh cho'ng. Yana kelib to'y qilmagan qiz. Men bo'lsam, to'y qilgan. Uning eg'iz ochsam, qandoq o'ylab qolar?" deb o'ylaydi. U qizining so'zini javobsiz qoldirdi. Qizi yugurgan peti oyimning uyiga kirib ketdi. Kashqurun Mahmud qari bilan Hasanjon uyga kirganda, oyim bilan Rayhon bir-birini quchoqlab uxlab qolgan edi.
Hasanjonning yuragi shurut qilib erib ketgandek bo'ldi. Bu naqadar yaqinchilik, naqadar mehribonlik, ha? Xuddi ona boladek uxlab qopti, dedi Mahmud qari past ovozda. Hasanjon ittik Mahmud qariga ma'nilik qardida. Qizimga ona qadri o'tlib ketdi. Bechora 2 yoshli onasiz qolgan. Qalaymi qanchalik turmushning melakchiligi bilan mana bir necha yil o'tib ketibdi. Uningga endi ona bo'lmas bo'lmaydi deysizlar. Qiz balaga ona tarbiya qilmasa, qizlik nazokati yo'q, erkak mijoz bo'lib qoladi. Hey, bechora qizim, dedi beshini chayqab. Mahmud qari damalliqqa bir nima demadi. Chunki umu oldirab bir nima deyolmaydi. Ammo Hasanjondek yaramliq ishchan yigitga singlisini bergusi, singlisining baxtlik yoshishini ko'rgisi keladi. Kunlar aldirash o'tmoqda. Mahmud qari dehqonchilikqa ip kelmay kolxozning oshxonasiga chiqib oldi. U xilma-xil nonlarni, beda samsa, kava samsa, qizil bug'dosh samsalarini yiqib, hammaylarning og'zini tatliq qilib, birdinla nomi chiqib ketdi. Bir kuni kolxoz raisi Babajonov oshxonaga kelib, Mahmud qari bilan qo'l ilishib ko'rishgandan keyin, "Ustam, 3 kundan keyin Sirdaryo oblasti bo'yicha ichiladigan yig'in bizning kolxozga o'rinlashtirildi. Yana qanday hunaringiz bor, aytib beqing?" dedi. "Rais ata", dedi Mahmud qari. "Peqirning qo'rsqidagi hammasi hunar, biroq u silining bergan mollarga qarashliq. Sili man qanchalik qo'y, kala, yog', ko'ktat berdilar, shuning hisobini qilsizlar." "Qani avval siz ayting, nima tamoq chiqara olaysiz?" dedi Babajonov kulimsirab turib. "Xo'sh, tonur kaupi, yaqsamsa, qatlama, to'xu kaupi, qo'rdoq, polo, sho'rpa yana mush tamoqlarning hammasini aytalamsiz?" "Shundoq, hammanglarning og'zida qolg'uda qilib aytaman, xotirjam bo'lsizlar. 5 qo'y, 1 mo'zay, un, guruch, yog'larni at yetkazib beraman. Hammaga o'zingiz bosh bo'lasiz. Tamoqqa daxil bo'ldiganlar 60 ga yetadi." "Biz mi yeymizmi?" deb aytishdi Mahmud qari. "Albatta yeysiz. Shuncha tamoqni tetug'ichimi qo'rsqingiz to'yar", dedi rais qaqoqlab kulib. "Haras ayollarni tashkillab o'pkesib quydirayli, tonur kavib qilayli." "Yo'ldosh Mahmud qari, bu huquqni sizga berdik. Nimani xohlasangiz shuni qiling. Mehmonlar yaxshi uzusili bo'ldi. Xayr, men ketdim." "Xotirjam bo'lsizlar, sizlarni hargiz yerga qaratmayman." "Ma'qul, shundoq bo'lsin." Ertasidan boshlab kolxoz oshxonasi taraqshib ketdi. Doim bir necha xil tamoq etib, uyg'unib qolgan Mahmud qari bu tamoqlar uchun boshqa turdi. Yaxshi planladi. U xuddi askarlarni ishga solgan qo'mondondek hammaylarni paypatek qilaverdi. Mana, kutgan kun yetib keldi. Kolxozning cho'ng oshxonasiga qator ustal o'rindiqlar qo'yilib, oq dasturxonlar selindi. Non to'qash, kava samsa, go'shgirda, qotlimalar issiq keltirildi. Orqadan beshiga lentalar bog'lanib, bo'yniga yumg'oq sutlar isilgan 3 qo'yning tunur kavib keltirilganda, hammaylar og'izlarini ichib qilishdi. "Rais Babajonov, yo'ldoshlar, bizning kolxozning donliq oshpizi yo'ldosh Mahmud qari pishirgan tunur kavibi, qani eg'iz teginglar", deb pichoq bilan velkini ilib oblast boshlig'ining oldiga keldi-da, "Qani o'zingiz qo'l silib bering", dedi. Semiz doğuluq kelgan oblast boshlig'i qo'lidagi pichoq bilan tunur kavibidan bir parcha kasdi-da, tetib ko'rib rozimanlik bilan, "Qani do'stlar, eg'iz teginglar, tunur kavibi karamat o'xshabdi", dedi. Pichoqlar velkalari bas-basda harakatga keldi. Birdamda 3 qo'yning kavibi burda yeyilib tugadi. Orqadan yana polo, qo'rdoq, o'pka siplar uzildirmay keltirildi.
Mehmonlari tamoqlardan bäherlengäç bir neç qadakdan içişdi. Şu arlıqda bir ayal muxbir Mahmud qarının qışığı kelip: "Assalamu alaykum ustam. Bu xəbərini radioda bərməkçimən. Bir neç eğiz sözləb berim." dep ziyaretini başladı. Kaynadan gez jurnallarının muxbirleri kelip Mahmud qarını ziyaret qilishdi. Suretlerge tartışdı. Mehmanları aşpaz ustamga abırlarını okup şundaq xoşal uzaşdı. Bir neç güngacha radioda bu xəbər sözləndi. Mahmud qarının alayda tamaqları maqtaldı. Hatta gezitlər Mahmud qarını sureti bilen qoşup xəbər qıldı. Mahmud qari bu kolxozdaki alayda kişi bolup qaldı. Kolxoz rəisləri, hatta oblast başlıqları mı onu öylərə təklif qılıb, onun etken tamaqlarda mehman ustuduğan buluşdu. Bir günü Həsəncan Mahmud qarını izlep geldi. "Özlərə azraq məsləhətim var idi," dedi o. "Xoş inim, qandaq məsləhət idi? Quluqmu səndə?" dedi Mahmud qari xoşxoyluq bilen. "Ağzımdan çıxaralmayvatdımən, amma köңlümdə bolsa kündü şu xiyal," dep Həsəncan qızırıp tatırıp turup eğiz açdı. "Kızım Reyhan kündü keşte ayım açamını körgüm kelip ketdi. Onun bilen birli uxlayman dep xaqish qilib ketivatdı. Kızım ikisi bir-biriga içkişip ketipdi. Yani kelip özümü ayımni bek yaqtırıp qaldım. Biroq men öylengen, balam bar. Ayım bolsa texi g'unchidek qiz. O qandaq oylaydı bunu bilmeymen. Şuna beşim ketip ketdi. Silig demey ilacım bolmadı," dedi yer beqib turup. "Rast gepingni qil, Fukam. Ayımga özüңнің köňli barmı?" "Mahmud qarka, eğer ayım meni yarasıla, men can bilen hoş bolatdım." "Geping rast bolsa, mening qarşı fikrim yok. Özüň onunğa eğiz içip baqqın," dedi Mahmud qari. Ayım bilen Kichik Reyhanның münasebeti şundaq yaqin bolup ketdi ki, ular biri bolmasa bir piyola choy gelidin ötmez bolup ketdi. Mahmud qari bu ikilenge qarapla üzüm pişipdi dep oyladi. Bir gün keşte Ayım bilen Reyhan Həsəncanның uyida oynashıp, hə dep bir-birini qichqilishib gülüşetdi. Bir çağda Ayım keş bolup ketipdi dep orundan turup chiqib ketmekçi boldu. Reyhan yığlap onun quchqidan tushgili unamadi. Şunun bilen Ayım kızını quchqida yatqızıp tavratganda tutup o'tirivedi, qiz uxlab qaldı. Ayım onu asta yatqızıp qoyup ishik tüviga berishiga Həsəncan onun belikidan kapıda tutup özüge qaratdı. Ayımның közleri pildirlap ketdi. "Ayım, maň içiňiz agyrsun. Reyhan mu, men mu sizin ayrılanmaymiz. Reyhanny yalğız qoymaň bolamdy," dedi Həsəncan onun közleriga tikilip. Men. Həsəncan onu qucaqlap bag'riga bastı. Andan özüge qartıp turup mäňziga söýüp qoyup dedi: "Rastını eýtiňä, maňa tegişini halamsyz?" "Akamdan soraň," dedi Ayım titrek avazda. "Ýaq, aval siz maňa jogap beriň. Andan Mahmud qarkamның aldyga elçi bolup özüm barman. Sizge qançylyk köýdiganlygymny bilemsiz?" "Menmi sizni körüpla?" Həsəncan yigitlik bəsti bilen kızını yürekiga taňdy. Kız boş titreýdi, halsıraydı. Kızның qiya qaraşı bilen Həsəncanның yüreki ataşdek qızıgan bolsa, levlerini leviga yiqiş bilen dil məş'ili lavuldap ketdi. Onun qalbi bu çıraylı xunçini özüge qaratqanlygydan alamça şatlandı. Özünü Rostemdek güçlük sezdi. 5 yıldan beri ayaq zatıның qolunun uçunu tutmay ötkeni elem bolgandek jüreki halsırdı. Hazır onun meyliçi bolsa, bu Berna kızının hüsün camalıdın, şirin muhabbetinden çanqagan dillerini yetküçe soğargısı var idi. Biroq gül söygen yigit Ğunçini burun to'sitib etmesligi, qiz qadrini qilish kerakligini o'ylab o'zini qattiq tutib oldi-da, qizni bag'ridan bo'shitib, buloqdek ko'zlariga tikildi. "Ma'qul Davidning-a?" Qizning chehrida qizillik paydo bo'lib, lavlarini tishlagunicha yigitga kulib qaradi-da: "Odamni xijil qilmang-a, men ketay."
qo'lidan yulqinib chiqib ketdi. Hasanjon uning qarshi yetkicha qarab turdi. Bugun xushalliqdanmi yoki hayajondanmi Hasanjonning uyqusi kelmadi. Uning ko'z oldiga yurtidagi o'stan suyi iqib turadigan mahallasi, yo'l chetidagi egiz o'sgan ujmalar keldi. Aşı ujmalarni dasturxonga irg'itib, uyga akirib, onasi singlisi bilan o'ltirib yeganlari yodiga yetdi. Singlim bilan eri Kashmirga ketmoqchi edi. Ular qandaqroq yashayotgandi. Onam bechora hammamizni har tarafga mangdirib etib, eshik oldiga chiqib, yo'lga qarab o'ltirganmidi? Yoki singlim uni billa ketganmidi? deganlarni o'ylab ko'ngli buzildi. Ana farzandlari uchun, qisqasi farzandlarining omonligi uchun shundoq qildi. U qancha yolg'izchilik tortib atqandi ha? Jahon degan shu ekan. Hamma odamning turmushi tal bo'lmaydi ekan. Bu yerga kelib biz xotirjam bo'ldik. Qo'rsqimiz to'ydi. Zulm istamdan qutuldik. Biroq qarindoshlarimizning, onamizning mehr muhabbatidan ayrildik. Ana, men to'y qilay davatdiman. Sen bilmaysan, u qiz bek chiroyli ham royish. Xudoyim buyursa, jahon kengchilik bo'lganda seni izlab berib bu yerga akilaman. Seni sevgindim, seni bek sevgindim. Uning lablari titradi, umchaydi. Ko'zlarida simobdek pildirlab turgan yoshlarini ko'ngligining yengi bilan surtibatdi. Keliningni billa ilib boraman. Rayhonning bo'ylari tortib qo'ygandek lang'ida o'sib qoldi. U seni bek sevgindi. Shunday qilib, paxta terish ishlari tugagandan keyin Hasanjon bilan oyim nikoh o'qitib, biri takiga bosh qo'ydi. Hasanjonning xo'shligi bir bo'lsa, Rayhonning xo'shligi ikki bo'ldi. U endi oyimni ochi demasdan opa deb chaqiradigan bo'ldi. 9-bob. Leninabad kolxozining raisi Habibulla Babajanov ochiqi yomon, mijozi chus, hakavr odam edi. U itizlarni arlab, paxtkorlar oldida birlariga vaqirab-jarqirab haybi ko'rsatishni yaxshi ko'radi. Biroq qo'llarini qadoq bosgan, emgakka pishib ketgan paxtkorlar buningga ko'nik bo'lib, uningdan ranjibma ketmaydi. Ish o'tib ketgandan keyin yana chaqchaqlashib yuradi. Bundaq bo'lishi Babajanov hammaga qobil, ish emgakka kelganda toshdek ching odam edi. Nuqson yo'q parvardigor deb degan ko'nilar. U oblast bo'yicha nomi bor kolxoz raisi. Qobil rahbar bo'lsa-mu, biroq qo'polligi, xotinparastligi bilan obro'yini tushirib olgan yerlarimi bor edi. U jip mashina bilan cho'lga ketib o'tadi. U kechadagi simsim yomg'irdan yashnab ketgan tutash bog'lar, shabnam bilan yuyilgan yop-yeshil bediliklar, kevazliklarni orqada qoldirdi. Ana, oldida osmon bilan ufuq tutashgan joy qizirib turadi. Bu joylar barpo bo'lish oldidagi shaharning binolari bilan yep-yangi bir manzara hosil qilgan. Qurilishlar qizib ketgan edi. Birozdan keyin asfalt yo'lining ikki qasnig'ida xuddi askarlardek ratlik sap tortib o'sayotgan ko'chatlar ko'rindi. 1-2 yilda baraqsan bo'lish oldida turgan bu tol, terak va chinor ko'chatlarining keynida yop-yeshil terilg'u maydonlarda qo'ng'izdak o'mlab yurgan traktorlar, katmanlarni quyosh nurida yolt-yo'lt chaqnatib, yer chepayotgan qiz-yigitlar ko'rindi. Hasanjon boshliq bir muncha kishilar cho'lni o'zlashtirish, qurilish qilish, bog'barang, o'rmon bino qilish uchun cho'lga safar qilishgan edi. Bu yerda atdigandan kashgacha traktorlarning ovozi, to'pi usush mashinalarining g'arqirashlari, qimirlab ishlayotgan kishilarning katman gurjaklarining tarang-turang ovozlari anglab turadi. Hasanjon bilan birga ishlaganlar uning kuch-g'ayratiga hayron qoladi. U uchisiga oq kaltikonlak, kang tambal kiyib, belini poti bilan ching bog'lab, bu yerdagi xalqqa o'xshash gullik yog'liqni peshonasidan tortib chegib oladi. Cho'ldagi hüp issiq, tinch havo kishini qiynaydi.
Lekin her bir kolxoz a'zosi kashkicha o'z normasini to'ldirishi, belgilangan vaqtda ishga chiqib, belgilangan vaqtda ishdan tushishi kerak edi. Bular o'z yurtida o'z ixtiyoricha ishlab o'ginib qolgan bo'g'ashqa, hozir o'zini xuddi askarda his qilishmoqda edi. Rais Babajanov udul qurilish o'rniga keldi. Bichar dehqonlar bu sahroyi qiyomatda issiqni issiq demay kevas o'stirib olsa, cho'lni bog' bo'ston qilamiz deb o'lib tirilishiga qaramay jon pedalik bilan ishlab olsa, o'zi bo'lsa bularga uy silib berish, o'rinlashtirish g'amida yursa, biroq qurilish o'rinlari kuch bermay yursa qandoq bo'lg'ini? U bu xiyolda mashinani shaqqida burab rayonga bormoqchi, ko'nglidagini aytib yordam talab qilmoqchi bo'ldi-yu, yana chaqmoq tezligida bu fikrdan yondi. Chunki qurilish qilayotgani yolg'iz bu kolxoz emas-ku oxir. Emgak kuchi yetishmayotdi. Ularni tirishayotdi. U rayonga berishdan yoltiyib, udul ishtabga keldi. U amdala telefonga qo'l so'zishiga tuyuqsiz eshik derazlar jaldaqshib ketdi. "Bo'ron boshlandi, rais aka, qor bo'ron!" dedi katib yugurib kirib. Babajanov irg'ib o'rnidan turibla tashqariga itildi. Chaqnab turgan quyoshni ufuqda ko'tarilgan mudhish chang to'zonni to'sib olgan edi. Osmon palakka yetgan qor bo'ron butun kolxozni qoplab, shafqatsizlik bilan bostirib kelmoqda edi. "Ishtabda kim bor? Brigadir qayoqda? Tez maydonga chepib odamlarni surishtiringlar. Hech kim qumda qolmasin, hamma kishi gami kirib ketsin." Rais katibni darhol maydonga choptirdi. Az o'tmasdan osmon palak qoplagan qor bo'ron butun qahri bilan ishtabga yupurilib keldi. Uylarning eshiklari jaldaqshib ichilib, deriz aynaklari taraslab sunib, aynak parchalari va qum to'pilar yuzlariga tikandek sanchildi. Chiroqlar o'chib, hamma yoqni birdinla tun qorong'uligiga qopladi. Qayoqdandir panarga tepib kelgan qurilishchilar ishxonaga kirib keldi. Birlari lampa yoqdi. Bo'ron bargan sari quturab, sahra mudhish bir qaynamga aylangan edi. Bu qaynamning orasida qolgan ishtab go'yo rahimsiz bo'ronda qolgan ichinishli kemida chayqaladi. Ishiklar g'ichirlaydi, yog'och tomlar g'irislab, xuddi hozirda qulab tushib, qaynamga g'arq bo'ladigandek tuyuladi. Birer soatdan keyin bir necha kishi kirib keldi. Ular yuz ko'zlarini o'rib olgan yog'liqlarini yeshib, qum tükürüşüp doklad qilishdi. "Doklad rais, dalada qolgan odam yo'q. Hamma kishi gami kirdi." Babajanov sal yeniklashib, oz to'la xotirjam bo'ldi. Bu bo'ron birinchi qitim chiqayotgan yo'q. Bo'ltori aprelning oxiridami shundoq qattiq qora bo'ron chiqib, ming bir mushaqqatda o'stirilgan kevaslar yiltizi bilan ko'kka so'rilib, eriq o'stan va zaykashliklarni tindirib o'tgan edi. Shu chaqdimi kolxoz a'zolari bor kuchini ishga silib, 3 kech kunduz kirib qoqmay vayron bo'lgan maydonlarni qaytaratlab, eriq o'stanlarni qumdan tozalab, kevazlarni qaytadan terib chiqqan edi. "Hay, o'zimizdan o'tdi-da", deb o'yladi Babajanov ich-ich. Avval ihota balbig'ini yaxshi o'ynatib, ihotlarni mustahkamlab, ondan kevaz tersak bo'lmasmidi? Endi ishni yana boshdan boshlaymizmi? Bo'ron qutiraydi. Yog'och uyni titirtib, eshik derazlariga qum urib, tinimsiz gurkiraydi. Hozirla zimini yutib ketadigandek ushqirtadi. Babajanov jaynaklarini ustalga tirab, beshini changallab o'ltiratdi. Shundoq, bulturi ko'zdan boshlab qilgan ishi bekor ketdi. Tabiat birli zarbasi bilan hammani bitchit qilib Üstü uchuq zaykashlar buguni qizilsa, atsi qum bosudi. Ist emgak ist. Bichara kolxozchilar. Kecha bo'ron xil besiqdi. Biroq Babajanovning ko'zida uyqu didori yo'q edi. Ishxonada o'ltirgan yigitlarning ichi siqilib. "Rais ota, baribir bizga uyqu yo'q. Etizlar nim bo'lib ketdi. Zot nima qoldi? Bir ko'raylikmi?" dedi. Bu gap raisga xo'p yoqdi. "Baribir uyqu yo'q. Juringlar yigitlar."
Ular qarang'uda timiz qilib yurib, asfalt yo'lda döv-döv yig'ilib qolgan qum do'nglarining orasidan o'tib, qo'lchiroqlarining yo'riqida zaykashlardan, eriqlardan o'tishdi. Raisning parisi to'g'ri chiqdi. Hamma yoqni qum bosgan, zaykash va eriqlarning ko'p joyi to'silib qolgan, tunug'inli yashnab turgan kevazliklarni to'nig'ili bo'lmaydi. "Oh, Xudo!" deb zarlandi rais ichidan puchilinib. Birozdan keyin subi ko'tarilib, osmon gumbisi oqarishga boshladi. Oqshomqi qor bo'ronning qabih qilmishi butun kevazlikni vayron qilganligi aniq bo'ldi. Aran 200 gektar kevaz aman qolgan bo'lib, g'o'zlarnila emas, balki nayza bo'yi keladigan baraqsan ko'chatlarni qum bosgan edi. Agar o'sha ko'chatlar bo'lmaganida edi, ehtimol hech narsa qolmagan bo'ladi. Rais tunug'inla yap-yeshil ko'kirib turgan, hozir butunlay nobud bo'lgan ikinsarlikdan, qum bosgan ko'chatlardan ko'zini uzolmaydi. Qumning ostidan uchi ko'rinib turgan ko'chatlarga umid bilan qaraydi. Kolxoz a'zolari o'zlarining mehnat tariga ichinatdi. Planlarining barbod bo'lganiga o'kinadi. Rais bilan ketayotganlar uning yo'l yo'riq berishini, biror ig'iz so'z qilishini kutadi. Biroq u nihoyat jiddiylashgan. Beshining ichi-teshi qatgan edi. "Endi nima ish qilamiz?" dedi yanada ketayotgan yigit. "Nima qila olaysan?" dedi rais ta'addi bilan. "Odam boshlab kelib, kevazni qayta terimizmi qandoq?" Babajanov bu yigitning so'zini javobsiz qoldirib, qum kechib yo'lga chiqdi. "Qani, avval ishtabga boraylik." Ishtabga yaqin kelgan rais hayron qoldi. Kishilar allaqachon ishga tushgan bo'lib, qo'l-qo'lga tegmay qum tozlamoqda edi. Ular birarining yo'l yo'riq berishini kutmasdanla odatdagidek jon kuydirib ishlayotdi. Rais kolxoz a'zolaridan so'yinib ketdi. Ularning usti beshini chang to'zan bosgan, ko'zlari uyqusizlikdan ilishib turgan bo'lsa-mu, gumur-mumur paranglashib ishlamoqda edi. Rais o'zining cho'lda yig'ani emas, balki g'oyat zo'r qo'shin bilan birga ekanligini, bu qo'shinning tashkilchilig'ining o'zi o'ylagandan mustahkam ekanligini to'nib yetdi-da, chiroyiga qon yugurdi. "Salom rais, qaraganda sizmi uxlamabsiz-da?" dedi Hasanjon. "Qandoqmi uyqu kelsin? O'zingmi uxlamabsan? Tex tong sahardala a'zolarga bosh bo'lib ishlab etibsan. Rahmat sana. O'zimizning yeri, o'zimizning ajri bekor ketmasin-da oxir. Kevazni boshqadan teramdiq." "Shundoq ahvolga qarab o'lmaganlarini qutuldirib, qolganini boshqadan teraymiz", dedi kolxoz raisi. Ondan odamlarni safarbar qildi. "Qani, kurashga otlanayli. Hey yigit, siz chigitga bering. Siz odam tashkillang. Yigitlar, sizlar bor, men xotirjam." "Rais aka", dedi burut qo'yib olgan semiz bir yigit. "Qora bo'ron ziroatlarimizni vayron qilib atgan bo'lsa-mu, biroq bizning burutimizni tavirtalmaydi jumi?" Hammaylar paraqqa kulishdi. Raisning chiroyini kulki qopildi-da, yerdala putini so'zib o'ltirdi. Qolganlar bir-birlab qumga o'ltirishdi. "Yashang yigit, mushundoq eng qiyin, jiddiy paytda qiziqchilik qilib, hammani kuldirganingiz uchun sizga mukofot beraman." "Biror qiz beramsiz, rais aka?" Bu gap bilan hammaylar kulishib ketdi. "Sizga qiz degan kolxozda ko'p-ku. Eng yaxshisi ko'zlarga surma surgan, qoshlarga o'sma qo'ygan, tag'ardak semiz bir xotinni beray." Bu gap bilan hammaylar ko'zlaridan yosh chiqqich kulishdi. Qulluq rais aka", dedi u yigit ko'z jiyaklaridagi yoshni surtib etib.
Ондақ семіз чокан, растылы маңы несіп болса, астымға көрпінің, үстімге йотқанның, бешімге ястықның кері қалмайды даңа? Оның семізлікіні ойлысам, құдды пұржынлық карват ятқандек рахат ес қылып аттымен. Löm, löm, löm. Bu gap bilan hammaylar qo'rsaqlarini tutib rosa kulishdi. Rais aka, hammamiz charchadik. Do'stimiz Hasanjon bir ikki payda ravob chelib bersa, jonga-jon qo'shiladi. Qani yo'ldoshlar chavak. Hasanjon birlanib turib qoldi-da. "Ha rost, ravobim nadidu?" dedi beshini qashlab. "Ravobingni men qumning ostidan qutuldirib chiqdim, do'stim." dedi hiliqi yigit ravobni ko'tarib kelib. Hasanjon ravobni qo'liga ilib sazlashga boshladi. Uning qo'llari zahmakka urilishi bilan ravob tarisidan zab yiqimliq ohanglar anglashga boshladi. Yuzlagan bulbullar bas-basda xandan urib sayragandek to'kilayotgan shodiyona kuylar yuraklarni larzaga soldi. U naqshini boshladi. Laçın soqqan toşqanның jangalda uvası var, biz g'irib musafirning bu shada nimasi bor? Havadaki laçınlar naqşı eytay anlanlar, anam so'rasa meni çöllarda aman danglar. Ravabыңni al yayrim, berib çöllarda çal yayrim, sen musafiri men g'irib, meni bag'ringga al yayrim. U naqshini shuncha hissiyotliq, shuncha zo'q bilan o'qidiki, hammaylar ixtiyorsiz naqshga kirib ketdi. Rais uning soz naqshlaridan ajoyib xushal bo'lib, "Rahmat uka, ajoyib chiroyli ohang, meg'izdek tatli qo'shoqlaring bilan bizni xush qilding. Qo'lingga dard bermasin, yashab ket." dedi uning do'lisiga shaplaqlab turib. "Yashab ket, Hasanjon. Sen bilan birga bo'lsak, cho'lmi bizga bo'stondek?" deyishdi ko'pchilikmi. Aradan bir qancha kun o'tdi. Hasanjon va boshqalar jon kuydirib ishlayotgan bilan raisning ko'ngil bo'lishi toza yetarli bo'lmay qoldimi, aytavur hammaylarning noroziligi tutib turgan chaqda rais yetib keldi. "Qanday Hasanjon, yaxshi turibotgansizlar? Ishlar joyididu?" dedi buyruq talaffuzda. "Qanday turadi rais? Dövlətingiz sayısida sanatoriya demagandek yayravatımız-gu?" dedi Hasanjon kinoyi bilan. "Gaplaring imonchi sesiq, yigit. Yana qaqshawatamsa?" "Qaqshimidim, rais. Balki xo'shligimni aytdim-gu. Ta'ni qilmag'in. Qiyinchiliklarni hal qilish uchun har kuni taraf-tarafga chepiyotiman." "Siz hadisli mangdoqqinmi, rais shu?" U so'zning oxirini yutibdi. "Nima? Kolxozda odam kamlab qoladi deb o'ylamsan? Bu yurtga kelganda jannatga keldim deb o'ylaganmiding? Jahonda undoq tayyor jannat yo'q. Jannatni sen o'z mehnatingdan topsan, yigit. Bildingmi?" Hasanjonning yuzi qizarib, tishlari kirishdi. "Deganlaringiz to'g'ri, rais. Bu dunyoda jannat yo'qligini bilatdim. U dunyoda jannat bor deydi, biroq uni siz va men ko'rganim yo'q. Ammo bizga bergan va'dalaringiz qani? Mana bu cho'lga kelganimizga 3 yil bo'ldi. Biz texi gamida turibotimiz. Bizga rahimingiz kelmasimi, ashu bichora qizlarga rahmingiz kelmamdi. Ularga bo'lsimi rahim qiling oxiri." Rais Hasanjondan bu gaplarni kutmagan edi. Biroq uning so'zlari o'rinli edi. Shundoq, raismi odam, umu nurg'un jafo mushaqqatlarni tortib, kech-kunduz hardim-taldim demay ishlab rais bo'ldi. Uning achchig'i yomon bo'lgani bilan ko'ngli tuz. Bularga ish og'irtdi. Yuragi ichishidi. Demismi kolxozning ko'chatlarini, g'o'zlarini, bug'doy qo'noqlarini shular terib Әні шуларның тырышчанлыгы ва жапалык мехнети белән бу колхоз раважланып, область буенча алдынгы катардагы колхозга айланып атмамды. Бабажанов, мен немишкә буларга каттык тегемен? Һәй, менің бу мижазым, деп ойланып калды да,
Birdinla titrek ovozda so'zni boshladi. Men bilaman, ko'rib turibdiman. Sizlarga ig'ir kelyapti. Sizlarga va'da beray. Ata shtabga berib so'zlashay. O'tgandimi ular bilan yaqsiqishib keldim. Xudo xolsa bu yil kuzda uy silish boshlandi. Esingizdami, rais? Siz bulturmi shundoq degandingiz? Esimda. Va'damni unutmadim. Biroq qandoq qilay? Qurilish cho'ng, bu cho'llar gulnishga muhtoj, hamma yerda qiyinchilik. Biroq bu navbat o'lsammi gapimda turaman. Deganlaringiz kelsin, rais. Rais oldirab ishtabga mangdi. Hasanjon oq ko'ngil, bag'rikeng, mardona, tuz yigit edi. U hamma kishining rostchil, samimiy, oq ko'ngil bo'lishini istaydi. Buni onasi uningga o'rgatgan. Dadasi kichkidan to'liq so'zlab, mengsiga miq qoqqandek qiqib kirgizib o'tgan edi. Uning birdinla jiroqdagi onasini seg'inish hissiyoti hozirgi reallik turmush orasida kezdi. Ko'z oldiga ashu yiroqda qolgan yurti bilan onasi keldi. U vatandan ayrilgandan buyon vatanining har bir to'pisi ko'z oldidan ketmaydigan, hidi burniga puraydigan bo'lib qolgan edi. Vatan tushi uning mangulik tushi edi. Har bir ishga yo'liqqanda ixtiyorsiz vatandan ayrilmagan bo'lsam bo'pti ekan deb o'ylaydi. Hozir onasining hol ahvoli qandaqdir? Farzandlarini uchirib bo'lgan qushlardek taraf-tarafga uchirib etib, o'zi yegona qiyoqdek qolganmidi? Balkim onasining hasratlik yeshimi yomg'ir bo'lib tomchilab, bu cheksiz olamning o'zi turgan tarafiga qarab eqiyotgandi. Ana, seni seg'indim. Mening seg'inishlarim yuragimning qat-qatidan etilib chiqqan mungluq, hasratlik yoshlarim bilan seni yod etyotdi. Bilaman, sening mehrlik tilaklaring, qayt-qayt suyishlaring, ansirashlaring ko'z oldimga kelyapti. Mana, mening ko'zlarim namlashdi. Yoshdan kirpiklarim juplashdi. Endi yoshlarim qiyomdek to'kilyapti. Seni, singlimni, yurtni, vatanni seg'inib qolmay, yana ruhiyatimni, aslimni seg'indim. Ana, men vatandan ayrilganim bilan yanala sening o'g'ling, ashu yurtning, takli makonning o'g'li. Mening uchun shu eng qimmatlik. Ana, sen yo'l to'pisiga chiqib, kuta-kuta, oxir kutib bo'lolmay, ro'miningning uchi bilan ko'z yeshingni surtib Men seni cheksiz seg'indim. Sana insonlar jannatga talpingandek talpinayapman. Bu xiyoliy tush emas, balki reallikdagi vatanga onaga bo'lgan talpinish. Har joyda bo'lsanglar, omon bo'linglar degan edim. Mana hozirgacha omon turibman. Sening tilaklaring, orzularing amalga oshdi. Mening amdagi orzuyim seni ko'rish, hidingni purash, bag'rim qong'ucha quchoqlash, jinim ana. 10-bob. Cho'ldagi emgak haqiqatan bak ig'ir edi. Kolxozchilar tong otgandan tortib kun batqicha xuddi chumulidek qimirlashatdi. Brigadir bo'lsa, kishilarni ishga haydab, ish normasini to'ldirishdan boshqa hech bir ish bilan kori yo'q edi. Bu yer issiq taptidan tunurdek qizib ketgan edi. Etisi ishlayotgan erlarning uchisida oq yoki qora ko'nglik va tambal, belida belbog', beshida bodam do'ppa yoki shapaq do'ppa. Gohilari yog'liqlarini uchburchak qilib chegib olgan edi. O'tkir quyosh nuri ularning yuzini kuydirib etishtiratdi. Qiz-cho'qallar bo'lsa har xil gullik raxtlardan tambal, uzun ko'nglik, putiga shivak yoki kalash kiyishgan, beshida parang yog'liq, gullik ro'mollari bo'lib, qosh ko'zlariga qiyniq o'sma qo'ygan yoki surib olgan edi. Doim kolxozchilarga g'adiyib qopig'ini ochmaydigan, saman tiqqan tog'ardek semiz, dixmaq Yasin brigadir üstiga oppoq ko'nglik kiyib, choch soqollarini oldirib, hozirla monchadan chiqqandek parqirab ketgan edi. U kishilarni birdammi orom elishga qo'ymay, "Chapsan" deb varqiraydi.
u bir chaqda "Qani yo'ldoshlar, tamoq chiqayli" dedi. Charchagan, ussigan, qiziq oftob taftida kuyib holsizlangan kishilar kunga qarashdi-da. Salg'onga ketay. Atdigan soat 7 bilan ishga chiqqan edik. Soat 2 bo'lay debdi. 7 soat ishlabdik. Oh, nima degan ig'ir kun bu. Bundaq ishqa ot eshakmi bardoshlik bera olmaydi jumi. İşte zarlışıp. Ular daraxt soyasiga berib, terlab tepchirab, mashhurda ichib, biror kesimdan non yeyishdi. Dal shu chaqda rais Babajonov oblastdan va bosh shtabdan kelgan bir necha kishini boshlab yetib keldi. Brigadir xushamat go'yliq bilan hijiyib ularning oldiga keldi-da: "O'zra, bir qadam kechikib qaptiman. Qani, shponga marhamat" dedi. Tekshirish kelgan 3 kishi bo'lib, biri oblastdan kelgan boshliq, qolgan ikkilan boshqa kolxozdan edi. Ularmi "Xo'sh" deyishib shponga kelishdi-da: "Rahmat Bridigar, biz bugun ofatdan keyingi qutqizish ishlarini bir ko'rayli deb kelishimiz. Anglasaq, bek jafoliq ishlab etibsizlar" dedi. "Shundaq" dedi Bridigar yijib turib. "Bu odamlarimizni oltinga tang qilmaymiz. Ular kun chiqmasdan burun ishga tushib, toki qorong'i tushguncha ishlaydi. Chigit vaqti yetib kelgachga 3 kech kunduz dam olmay ishlab, 3-chi kuni qosh qarayg'anga qadar chigit terilib bo'ldi. Yana 2 kun to'liqlab terildi. Bu odamlarimizning jini to'mirdan ching ekan, shunga qattiq ishlab ketdi. Rais Babajonovmi har vaqt biz bilan birga bo'ldi. Ishqa qaltis qo'mondonlik qildi. Bizning rais esli odam jumo" dedi xushamat qilib. "Siz-chu brigadir, uchingizga ozroqmi to'p qo'nmaganiga qaraganda obdan dam elib kelgan o'xshamamsiz?" dedi oblastdan kelgan boshliq. Brigadir beshidagi do'ppisini yantuv qilib olib, mug'ambarlarcha kuldi. "So, apandi, Peqir qo'limga ketman olmagan bilan kun bo'yi etiz bo'yni pirqirab yuraman. Bularning g'amini yeyman. Tushda qo'rsiqiga issiq tomoq." Bu qitimqi ofatdan qutqizish jini hamma kolxozlarda shundoq jiddiy bo'ldi. "Odat qandoq ishlaytinglar?" "Bular odatdimi kun chiqmasdanla ishga chiqib, qorong'i tushguncha ishlaydi. Ishla desa, xuddi eshakdek kuchini aymaydi." "Sizlarda ish tartibi, vaqt soat degan hukm yo'qmi? Kolxoz ig'ir oqibatga qolgandimi, kech-kunduz ishlasin. Ammo odatdimi shundoq ishlasa, xo'sh, ajoyib odamlar ekan bu" dedi boshliq beshini chayqab. "Undaqda ular qachon dam oladi?" "Ha, bu mundaq o'rinlashtirilgan. Mana hozir tushlik tomoq yegash dam elyapti-ku." "Sizdan so'rab baqsam, Bridigar, tushlik dam elish degan-ku tomoq yeyish vaqtini ko'rsatsin. Demakchi, shanba yakshanbalardagi dam elish-chu." "Shundaq, biz oyda bir kun dam elish beramiz." "Er ayollar o'xshashmi?" "O'xshash. Ayrim dam elish yo'q. Boshqa kolxozlarda jiddiy vaqtdan boshqa vaqtlarda haftada bir kun dam elish cho'qim belgilangan. Ayollarga kelsak, 2 qat tug'utliq ayollar yarim kun ishlaydi. 1 yilgacha bola emitish vaqti bo'ladi. Ularga uval qipsiz brigadir. Bu siz belgilab olgan tuzummi?" Brigadir absiz bir ahvolga tushib qolgan bo'lsa-mu, yanada bo'y bermasdan: "Kolxoz degan dehqonning uyi, ishlasa nima bo'lmoqchi?" dedi. "Odamlarni ozroq ishlatib, texnik ishlarni ko'proq qilsanglar bo'lmamdi? Traktor, kombaynlar turibdi-ku." "Boshliq", dedi u o'zini kulkiga zo'rlab. "Men chala savat odamman. O'zimmi 5 chin katman chepib o'rgangan. Traktor, kombaynning ovozini olsam, beshim og'riydi. Bundaq yavash odamlar turgan yerda bas!" deb varqirdi boshliq g'azab bilan. "To'g'ri, siz bu odamlarga haydakchilik qila olaysiz. Xo'shingiz tutsa aldab, ochig'ingiz kelsa varqiray olaysiz. Biroq
Машина деген kasabet, traktör, kombayn sizge boysunmaydı. Şundaqmı? Brigadir beşini qaşlap yerge qardı. Dövletimiz sanaatleşken dövlet. Texnik taraqqiyatıdın nurgun emgek güçleri tejlibatıdı. Traktör buzulsa tüzigili, yeniligli buludu. Biroq odamning kuch madari cheklik. So'rab baqsam, sizmi mushular bilan ishlab baqdingizmi? Men degan ish besh tursam, odatda brigadir ish qilmaydi-ku. Shundaqmi kolxoz rais? Men bularni boshquraman shu. Poh, bu kolxozda ajoyib katta odamlar bor ekan-u, biz bilmay yuribdimiz, dedi boshliq masxaralik kulib. To'g'ri aytdingiz, boshliq, dedi brigadir Yasin tap tortmasdan. Menmi atdigandan kashkichi bularni ishga solaman deb palaxshib yuraman. Bumi oson emas-da. Yuzingiz qizarmamdi? Nimishqa boshliq? El aytgandek brigadir, raislar ish qilmaydi-ku. U gapni deb bo'lib pushaymon qilib qoldi. Qarangchu, rais Babajanov, dedi oblast boshlig'i ochiqdan yerlaydi. Brigadir texi o'zini siz bilan tang o'rniga qo'ydi ekan. Bu kishini bak erki qilib atdingizmi qandaq? Babajanov brigadirga shundoq set olib etib, xap degandek beshini to'lg'ab ketdi. Boshliq yanala rais Babajanovni oydi. U brigadirga: "Atidan boshlab kolxoz a'zolariga o'xshash ular bilan billa atdigandan kashkicha amgak qilasiz. To'xtamay ishlaysiz. Qolgan ishni keyin so'zlashimiz", dedi va uzab ketish oldida kolxozchilarga: "Sizlarning g'ayratinglarga, kommunistlarcha ilg'or ruhinglarga rahmat", deb ular bilan bir-birlab qo'l ilishib xo'shlashdi. Rais Babajanovning kayfiyati buzildi. U brigadir ishni buzib, odamning yuzini to'kdi deganlarni o'ylab turardi. Ongacha Hasanjon kelib dard etdi. "Ko'rib turibsiz, rais. 3 yildan beri uyning rohatini ko'rganim yo'q. Menmi bir erkak, xotinim bilan qizim mahallada g'iyirpsinib yuribdi. Ruxsat bersingiz." "Sen texi yosh, yo'ldosh Hasanjon. Ish amgakda o'tdak bo'lishing kerak. O't, tushundingmi?" Hasanjonning yuragi ko'ygandek bo'lib, lavlari yemirildi. "Oh, o'tdak davrlarim o'tib ketyapti. Rais, mushu cho'l bayovanda ishlayapmiz-ku oxir. Shunda amgaksiz hayotni hayot degili bo'lamdi. Belingni ching bog'lig'in. Ko'rdingiz-ku? Belim potada bog'liqliq. Men bu yerga surgun qilinmagan-ku deyman. Boshqalar oyda bir qitim uyga borsa, men 3 oy yoki 4 oyda oram bir qitim uyga bora olayman. Bu tengsizlik emasmi? Sen texi yosh, obdan ishlab o'zini ko'rsatsin debdiman. Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat", dedi Hasanjon masxara aralash. "Sizning shafoatingizni bilmay, nodonlarcha o'ylabdiman. Meni o'stirib brigadir yoki rais qilib qo'ymoqchimidingiz? Men mush kunlarimdan rozi. Buningdanmi yomon kunlarga qolmasam deyman." Rais ochiqdan titrab ketdi. "Hasanjon, beshingdagi do'ppa, belingdagi belbog'du, ha? Sen degan erkak hozir yo'lbosdak kuchtingir chog'laring davlatni gullantirish uchun suvg'imi, o'tqimi kirsan, bilamsan? Seni brigadir qilib tayinlasam-ku, xo'sh bo'larsan?" Hasanjonning amgakda qorayib, qadoqlashib ketgan go'shlik mushti tugildi. Ko'zlaridan g'azab uchqunladi. "Ko'p rahmat, rais. Dehqon bo'lib ko'rgan kunim shu bo'lsa, men seni mo'min, kam qo'saq yigit deb o'ylasam." "Shundaq", dedi Hasanjon shaqqida gapni tortib olib. "Men Xudoning mo'mini edim, biroq davr so'zlitdi ekan. Undoq bo'lsa, ustimdan arz qil, shikoyat qil, marhamat." "Yo'qsu taqsir. Men bir erkak, undoq pastkash qilmayman. Haqiqat kun nuridek bir kuni bo'lmasa bir kuni nur sochadi.
Oyning 15 qarаңғы bolsa 15 yoruq. Мен faqat siz bilan erkaklarcha so'zlashyapman. Xo'p, rais, deganlaringizni beja keltiray. Rais birdi sadda, birdi jo'shqun, birdi hushyor ko'rinadigan Hasanjonga qarab turib ketdi-da, birdan burilib ketib qoldi. Shu kuni kechqurun Hasanjon ruxsatma olmasdan uyga qaytish uchun qizil qoshqa etiga minib ketyotdi. U yez bog'lariga, daryo bo'yidagi tugmanlarga, tugman atrofidagi oq teraklarga uvi solgan qushlarning vichirlab uchishlariga qarab birpas turib qoldi. U nima uchundir xiyol bilan ketayotgan edi. Mana tut tarafi tol, terak, qaryag'och, archa va jigdilar bilan o'ralgan, ichida buloqlar, aynakdek suzuk tiniq chashmalar qaynab turgan buloq beshiga keldi. Mana musha joyda xotini oyim bilan buloq suvlarini ichishib, u akalgan tomoqni huzurlanib yegan, uningga qarab minnatdorlik bilan kulib qo'ygan edi. Turibla qulqiga "Tamoq sovib qoldi" degan sada anglangandek bo'lib, o'zicha kulib atrofiga qarab qo'ydi. Osmonda qip-qizil legandek esilib turgan quyosh texichila nur chashmoqda edi. Birdanla buloq beshidagi qushlarning sayrashlari uni o'ziga tortdi. Buloq beshi atrofidagi teraklarga uvulagan laglaklar, pichonliqdagi hisobsiz budunilar, jigda va tollarga yoshiringan bulbullar, eng xilvat joylardan, qumushliqlar orasidan puruldab uchib chiqqan o'rdaklar, g'ozlar, edirlardan, shivoqliqlardan ustab chiqadigan qirg'avullar. Bu yerga jahondagi qushlarning uvu salmig'ini yo'q deyarlik edi. Jannat makong'i bu, dedi Hasanjon hayajonini bosolmasdan. Jigdilarning puruqi cho'tixi, uning hech bir o'simlik, gul hidiga o'xshamaydigan xush puruqi atrofni bir olgan edi. Ah, Tangrim, mana bu yerda buloqlardan göpüldütüp suv içmegen, jigdi puruqidan mast bo'lib huzurlanmagan, qushlar nag'masidan zo'qlanmagan biror jonmi yo'q bo'lsa kerak. U nima uchundir oldirmasdan yo'l bo'yi har xil xiyollar bilan uyiga qorong'i tushganda yetib keldi. Darvozaga oz qolganda o'ylig'i xipli qilib kirib ketgan bir soyini ko'rib qilib, ko'ngli qandoqdir bir shumliqni sezgandek bo'lib asrab ketdi. Oysiz yulduzliq kecha. Yeza cho'nqur sukutga cho'mgan. Faqat bog'ning nerisida paqalar kurkiraydi. Chekatkilar chirildaydi. Nagan-naganda itlar qabaydi. Bog' tarafdan hech qanday shap yo'q. U darvozaga yaqin kelib, o'ylig'i quloq soldi. Uyning eshigi chekilishi bilan ichidan oyimning zil ovozi anglandi. Kim? Kim bo'ladi? Men, rais, ishni och. Kech bo'lib ketdi, rais, ranjimay qaytib keting. Sen kimga buyruq qilyapsan? Uyingni o'chirginda darhol ishni och. Bo'lmaydi. Bu degan kecha uning ustiga Hasanjon uyda yo'q. Bilaman. Şunu u yoqchaqda keldim-ku. Rais, unda qilmang, qaytib ketding. Oyimning yig'lamsiragan ovozi anglandi. Shu an Hasanjon shap chiqarmasdan yaqin kelib, "Xo'sh gapsiz, rais, qarshi olaman, marhamat", dedi to'satdan. Ondan ta'ni qilib, "Poh, xeyli yuz obro'yimiz bor-kan-a? Ulug' kolxoz raisi bizni yo'qlab kelganiga qaraganda", dedi ta'addi bilan. Hasanjonning ovozini anglagan oyim qo'rqinidan g'alildab titrab ketdi. U erining o'zini qiymi-chiymi qilib etishidan emas, balki rais bilan urushib vaqa to'g'dirib qo'yishidan ansiraydi. Rais uduq-buduq bo'lib ketdi-da, darhol o'zini o'ngishib olib, "Ha, Hasanjon, seni uyga kelolmadi deb, uyingdagilarni yesun deb ozroq go'sh-bo'sh olg'ash kelgandim", dedi qo'lidagi qora sumkasini ko'rsatib. Hasanjonning maylichi bo'lganda, shu topning o'zida raisning urib qiymi-chiymi qilib etkisi bor edi. Biroq o'zini qattiq tutib oldi-da,
Бүгін кеш болып кетті. Сәһәр тұрып, яны чөлге қайтмасам болмайды, dedi. Sen texililik yapsan go, ət bir gün dəm alğın, mən ruxsat berək. Mən qaytay. Reis şundaq deb aldırab oyladan çıqışığa Həsəncan yügürgən peti berib, onun yaqısıdan aldı da. Reis, sizning keçileri odam yo'qlaydigan odatınız barlığını biletdim. Bolupmu ayallarni. Bugün üstünüzden düşüp kaldım da, dedi çişlerini qoçurlatıp durup. Yaqamni qoyuvet. Men bugün rastında senin bilen muңdашqılı kelgen edim. Yaxşılıqı yamanlık bolup qalmışsın. Həsəncan nahayeti açıq bilen iğri tinib etib arqısıga örüldü. Reisning ayaq tebişi bara uzap ketdi. G'azab bilan uyga kirgan Hasanjon oyimni ko'tirgan peti supaga tashlab, bosh ko'zi demasdan urib ochiqni chiqardi da, chiqqan peti etiga minib raisning keynidan qo'g'lab mandi. U raisni uyining oldida to'xtatib oldi. "To'xta!" U varqirab turib. "Meni so'zligila qo'y. Sen martabelik, shuncha zo'r amalga ega odamsan. Biroq sening gohi ishlaring odamni jirgandirdi. Bu dünyada yev aldım, içib aldım, oynab aldım deb xo'sh bo'lib ketma. Oyning 15 qarong'i bo'lsa, 15 yo'ruq. Oxiri boradigan joyimiz birla. Allah mahsharda, u dunyoda uchrashimiz. Pilsirat ko'rikidan o'tganda titrab, do'zax o'tiga tushib kul bo'lasan texi. Hey, qashqaliq, ko'ni sapsatchi, sen texi meni qo'rqitib atamsan? Kim ko'ribdi u do'zax bilan jannatni? Mush dunyoning jannati kerak. Sen ahmoqlar u olamdagi jannat uchun bir umr jafo tortib, jilikin quruydi. U olamga borganda ustixonlaringni qurt qo'ng'izlar yeb yutidi. Bilamsan ahmoq? Shundoq, men ahmoq. Bumi sening o'z qo'llingdagi gaplar. Rais, biroq hozir men deganda qil. Qilgan etganlaringni so'zla. Bo'lmasa hayot qolaman deb o'ylama. Rais peshonasidan chiqqan terlarni surtib, o'zini tamkin ko'rsatish uchun zo'rma-zo'r kulimsiradi. Bo'ldi, Hasanjon ukam. Nemishqimi mundaq so'zlarni qildigansan? Men hech bir gunoh qilganim yo'q. Odam yo'qlashmi gunohmi oxir? Sana bir haftalik dam olish beray. Obdan dam olib ol. Bo'lamdi. Kütür undaq dam olishingni. Bununlıq bilen günahını yuyaydamsan, undaq asan iş yok. Hayır, günler uzak, en yaxşısı özünü bilip al. Bulmasa, bu qitim hergiz boş qoyup etmeymen. Reis, onundan qutulğunağa xoş bulup, "Maqulufka, maqul, rencimigen, xoş," deginice oylısıga kirip ketdi. Hasanjonning mengisi qo'chilib ketdi. Bu ishda zodi kim ayıplik? Zodi günah reisdimi yoki oyimdimi? Uning turib oyimga ich og'rib qoldi. U bechora ne holda yotadigandu? Tayoqda biror yeri sunib ketganmidi? U uyiga xuddi mast odamdek alanglab, solpiyib kirib keldi. Bechora oyimning ko'z yoshlari taramlab to'kilib turgan, peshonasidan iqib chiqqan qon yuzida uyib qolgan, chiroyida echinish, ko'zlari kimnidir talmirgandek, yana kimdindir shafqat tilagandek bechora holatda mo'ldirlab turibdi. Hasanjonning xotiniga ich og'ridi. Uni paplab tasalli etmoqchi bo'lsa-mu, damalliqqa ko'ngli ko'tarmadi-da, eshikni zardi bilan ichib, uydan qo'yindak chiqib ketdi. Oyim intayin muloyim, eriga sodiq ayollardan edi. Biroq u bekmi ansiz bo'lg'ashqa, raisning ishlarini eriga etsa, erining rais bilan urushib, biror vaqa to'g'dirib qo'yishidan qo'rqib, bu to'g'risida tinmagan edi. Aqlli kishi o'zini ayblab, gunohini biladi. Aqlsiz kishi haqni ayblab, o'zini gunohdan soqit qilgandek yuraveradi. Demisimi, qaysi er o'z xotinining boshqalar tarafidan bo'zaq qilinishini to'g'ri tushunadi. Ular barliq gunohni oshu ojiz, bechor xotiniga qo'yadi, uni ayblaydi. Bugunmi
Şundaq iş boldy. Şuňa o erden qattiq taýaq ýedi. Birak o ýegen taýykyny häqlik dep garady. Çünki Hasanjanmy reisiniň bozak kılışyga uçurdy. O adam, onundymy erkeklerçe qarşı we orzu armanlary bardy. Hasanjan şu keçede can aççygda çölge qaytyp ketdi. Biçare, çölden şunça arzu bilen kelip, bir piýala issiq çay içmey, meniň bilen birdem ulturalmay ketdi. Isit, dep ýyglady ayım özüni tutup alalmay esedep turup. Tova, adamny laýdyn yaralgan deydi eken. O yalgan gep eken. Qarganda adam taşdyn yaralgan bolsa gerek. Mana biz peşimizge kelgen şunça kıyınçılık, külpet ve harlışlarga çydap yaşap atmamdy. Teşimiz bütün, içimiz tütün bolup bu ömürni ötküzüp atmamdyk. Her nime bolsa, kızım Reyhan bu işlardan bir haber uxlap atydy. Eger o bilgen bolsa, kançylyk, nomusluk, setçilik bolgan bolatdy. Huda bir saklapdy. Meni muş günlerge duçar kılgan reis, beşil yer ilahim. O äni şundaq ýyglap, yana kimnidir qargap, yana kimgidir iç ağırtıp, heli köz yumulup ügdep, heli jüýlüp bir keçini ötküzdi. 11. bab. Kolxozga uruş başlandy degen qaýguly haber yetip kelgende bütün halyk haň-taň kaldy. Jiddileşdi, yüreksady buluşdy. 1941-ýyly 21 iyun ýerim keçede Hitler 1938-ýyl tüzülgen Sowet Germaniýa özara tajawuz kılışmaslyk şertnamasyny busup taşlap, Sowet ittipakyga hujum kıldy. Stalin radio nutky sözläp, bütün halykny uruşga seperber kıldy. Sirdarya boýdumy askerlikke tizimletiş, uruşga bardyganlaryny seperber kılış başlandy. Şunun bilen 18 ýaşdan ýokary ýaşlar, otury ýaşlyklar, hatda güç kudreti bar erleriniň hemmesi uruşga berişge tizimletildi. Kişileriniň hatirjap turmuşy bozulup, jiddi taýýarlyk düşüp ketişdi. Yazlyk terlikler ýygylyş aldyda edi. Güçden göre yaş emgek güçleri uruşga ketip kalsa, eğir emgek yüki ayallarga kalatdy. Mol husul päsli yetip kelgende bu joy cennetdek güzel tüske kirdi. Küz aylary boluşyga qaramay, daraxtlarynyň bir kısmı ýap-ýeşil, bir kısmı kızargan, bir kısmı sargaygan, sap-syryk gazanlar ýollarga syryk paýanda selip goýgandek tekşi dökülgen bolup, közüniň bu manzarasy adamga ajaýyp zok begişlaýdy. Hasanjan itizlaryny arlap, bu ýerden aýrylgysy kelmegendek etrapga toýmay nazar saldy. Koçanyň iki tarapyda, bagçylarda ätirgül, lale, kızkaldak, reyhan gülleri bäs-bäsde içilip, huşburak çeçip duratdy. Qarasa bu ýer huddi gül şährege okşaýdy. Mana, muşy ýerler emgekçi halkynyň mehneti bilen cennet tüsüge kirgen idi. Hasanjan öz ýurtdaki ensiz günler, wayran bolup atgan turmuşydan vaz geçip, hayatlyk izdep bu zymynga kelgilimi 7 ýyl bolup kaldy. Ular gämeden öýlerge köçüp, bütün küçü bilen kolhoz işlerine gatnaşyp, emdila tinçlik, asaýyşlyk günlerge erişken, tehimi tirişip adamdyk ýaşaş, runak tepişini köňlüge bükkende, oýlamagan ýerden uruş oty ýamyrady. Mana, omu tizimletip edi, birinci ketimdila uruşga bardyganlar sepige kirdi. O ketse ayım qandaq kılar. Teni aciz, yavaş, biçare özünü qoqdaýalmaýdy. Kızı Reyhançu, oňy çoň bulup kaldy. O nemi günlerini görer. Bir güni Reyhan dostları bilen bille rayonga bardy. O ýerde uruşnyň aldynky sepige bardygan kızlarmy, oğullarmy, hatda ýaşda çoňlarmy bar idi. Reyhanmy özüni tizimge aldyraý dep oýlagan bolsumy, biri emdila 16 ýaşga kirgen, ýani biri apsy ayım ýalgız kalsa bolmaýdyganlygyny hes kılıp toktap kaldy. Ular rayondan qaytykça avtobusga çykdy. Onunda aldynky sepge bardygan ýigitler bilen toý kılışga bütüşken kızlarmy bar idi. Şu bir ýigit birden keýnige garap
Rayhondan ko'z uzalmay qoldi. Rayhonning yanidagi do'sti. "Jinim, qarg'ana shopir yigitga. Sendan ko'z uzalmay qoldi-ku", dedi varaqada kulib. "Qo'yg'ina do'stim. Men uni tanımısak, mundaqlı qarab qo'ygandu", dedi Rayhon qizirib. Aradan 2 kun o'tgan bir kuni Rayhon uyining keynidagi boqqa chiqishi bilan biri tomdan ortilib tushdi. Rayhon uning shopir yigit ekanligini tanib olmagan bo'lsa, qo'rqinidan varqirab etgan bo'ladi. Rayhon, "Menmi Asanjon akam bilan oldingi sapga boraman. Sizni bir ko'ribla o'zimni tuta olmay qoldim. Shunga..." Rayhon nima deyishni bilolmay ittik uy tarafga mangdi. "Rayhon, jinim deb ketay. Men oxiri urushga ketyapman-ku. Urush qilsam, siz uchun urushiman. Patli qaytib kelishga, siz bilan bir umr birga yashashga tirishman. Agar urushda o'lib ketsam, armonda ketaman. Meni azoblamang. Shu topda sizni nemishqa ko'rdim, nemishqa ko'zlarim ko'r bo'lib qolmadi deb azoblanyapman." Yigit ko'p so'zladi, biroq Rayhon nima deyishni bilolmasdan, "Men bir nim deyolmayman. Dadamdan so'rang", deb uyga kirib ketdi. Aradan necha kun o'tganda bu yezida 10 jup qiz yigit to'y qilmoqchi bo'lib kutishdi. Rayhonmi shu qatorda shopir yigit bilan to'y qilmoqchi bo'ldi. Asanjon bu to'yga rozilik bergan edi. "Qizlar, biz chin niyat bilan to'y qilmoqchi. Yigitlarimiz sog' salomat qaytib kelsa, bu bizning baxt talimiz. Yordar bo'lib qaytsa, ularni mangu boqamiz. Agar qurbon bo'lib ketsa, peshonimizga putilgani shu. Hammaga bardoshlik berishga tirishimiz", deb qasam qilishdi. Әтісі to'y bo'ladigan kuni kashda shopir yigit derazaga chalma etib qizni sirtqa childidi. U qizni ko'rib, "Gülüm, siz meni tanladingiz. Men baxtli ekanman. Sizga beradigan bir tiziq marjinim bor", deb uni qizning bo'yniga esib qo'yib, qizni chin quchoqlab oldi. U do'g'loq, badanlari mixda, qora ko'z, qora qosh, chiroyli va xushxuy yigit edi. İkisi birga tursa, qiz yigitdan bir g'irich egiz turadi. Rayhonning qosh teshidek suzuk sin-sifati, buloqdek qora ko'zlari, uzun sumbul sochlari uni parilarda ko'rsatdi. Shunda qilib, yurt ahli borini o'tirg'a to'kib, 10 jup qiz yigitning to'yini qilib qo'ydi. Shu kechasi dapning daranglagan ovozi, qiz yigitlarning naqshlari, analarning mungzari qitilib, yezning kechasi darsiga keldi. To'y bo'lib bir haftadan keyin oilalarda urushga mangdiganlarni uzutish bilan yig'izari boshlandi. Rayhon texi necha kunning oldidala o'ziga notanish bo'lgan, yurti Anjondan bo'lgan bu eri bilan yig'lab turib xo'shlashdi. "Gülüm, Rayhon gülüm, meni tanlaganligingiz mening zo'r baxtim. Sog' salomat qaytib kelalasam, sizni beshimda ko'tarib o'taman. Sizdan o'tinay, meni kuting. Sizni umrimning oxirigacha kutaman. Agar yordar bo'lib, sizga yuk bo'lib qolsam-chu, sizni boqaman, hargiz tashlab etmayman. Agar qurbon bo'lib ketsam-chu." Qiz yigitning og'zini qo'li bilan yetib oldi. "Undaq demang, siz cho'qim qaytib kelasiz. Men sizga xat yozaman, menga xat yozamsiz?" "Ahmaq, sizga xat degandu." "Rost, men ahmaq, sorong bo'ldim. Siz uchun nima bo'lsam mayli." Bir-birining jamoliga, muhabbatiga qenishmagan yeng er-xotinlarning so'zi tugaydiganda qilmaydi. "Abdurahmon, chaqqan bo'l!" Jiroqdan bir yigit bor ovoz bilan barqiradi. Qiz yigitga tashlanib ko'z yesh qildi. Uning bag'riga texmichim yepishdi. Yigit laq-laq titraydi. Uning mangzilariga suyatdi. "Bo'l, chaqqan bo'l! Poyizga ulgurolmay qolamiz. Mana hozir. 1 minut, faqat 1 minutla", deb qiz yonchuqidan chiroyli bir qo'lyaqliq bilan bir jup paypoqni ilib
yigitga berdi de uni bar kuchi bilan quchoqladi. Ko'z yoshlari yomg'irdak to'kildi. Yig'lamang, men sizni suyman jinim. Men mushu sizni chin yuragimdan suyman. Sizga chidamayaptiman, deydi qiz yig'lab turib. Bundaq yig'laversangiz, men qandoq ketaman, dedi Abdurahmon va qizni oxirgi qitim bag'riga besib, ondan qo'llarini ochirib etib, yugurib ketdi. Otning tuyoq ovozi bara-bara yiroqlab anglanmay qoldi. Bichora Rayhon qoqqan qo'ziqdek turib qoldi. Uningga keyingi turmushi noma'lum. U sog' kelamdi yoki yordar bo'lib kelamdi. Oh, Tangrim, u yoki u oxirini o'ylashga jur'at qila olmadi. Әтсі таң құяшы көтіріліші білән тұманын аста-аста тарыды. Чоң yolda алдыңғы сәпке маңырған әскерлерін ұстышқы маңғалылар көп еді. Әскерлер вәтән үшін жан педалық білән алдыңғы сәпке маңмақты еді. Әсенжан өзірі білән білі маңдығалар білән автомобилға чықты. Rayhon білән анасы Oyim гәпмі қылмастын юм-юм yığlап меңіп атады. Әммейланның көңліде aldınqı səpkə mağan kişiləri urushda qurban bo'lib ketarmı, yoki meyib bo'lib bir ömür azobda yaşarmı və yoki jasdi çöl jazirlarda qolarmı degan andishlar agitdi. Bir oy o'tib, Rayhonning qo'rsqida qolganligi ma'lum bo'ldi. Oyim bilan Rayhon arsiz uyda g'iribsinib o'tib o'tadi. Akşamları tiraqqida qilgan ovoz anglansa, ikkisi tam uyg'onib ketadi-da, bir-birini quchoqlab o'ltirishadi. Urush vahimisi qaplagan bu yurt urush maydonidan nihoyatda yiroqda bo'lsa-mu, xalq ajoyib qiyin kunlarga qoldi. Bichora ayollar etis eriq ishini qilib bo'libla, oldingi sapga paxtaliqchilikka pahlay tikatdi. Shu ishlar melakchilikda gohi tong etib ketadi. Sirdaryo bo'ylari qish kuni ochiq sovuq bo'lmasa-mu, havo to'laroq tumanliq bo'lg'achqa bir xil nam sovuq jonni qiynaydi. Ayollarga her günü Sirdaryo bo'yidan qisqish baqa süzüp tapşırış vazifasi var edi. Su shunchalik sovuq. Ayollarning qo'rsqig'i yigitining tayini bo'lmag'achqa, sovuq o'tib, o'pkisiga kasal tekkanlar ko'paydi. Oyim bir kuni kechqurun putlarini so'rab, nihoyatda tasda uyga keldi-da, supining leviga o'ltiribla hushsizlanib yiqildi. Rayhon qo'rqib, nima qilishini bilmasdan, "Opa, Canım opa, nim bo'ldi? Meni qo'rqitmag'ina" deb opasining beshini quchog'iga ilib, chekilarini uvlab, yuzlarini silab yig'ladi. Opasi o'shiq kelgan bo'lsa-mu, beshini ko'targidek holi yo'q, yetib ketdi. Rayhonmi uning yanida yig'lab yetib, uxlab qoldi. Ertasi tushda ularni ishga chaqirg'ili kelgan ayol uyga kiribla, "Sadig'ingga ketay jinimlar. Sizlarga nima kelgulik keldi? Voy qandoq qilarmiz endi?" dedi Rayhonga qarab. Ana shu yotqancha 3 kun medirlamay 4-chi kuni yerga tushibla, iloji yo'q, yana daryo bo'yiga keldi. Shu kun kechqurun kolxoz raisi Babajanov to'satdan uyga eshikni ichibla kirib keldi. Ana bola ikkilan raisni hurmatlab, darhol o'rinlaridan turib, "Xo'sh kelibsiz rais, qani to'rga marhamat", dedi. U ikki tarafga irg'anlab mang'an peti putidagi kalashni silib, inchki yo'lliq baqassam tonini yeshib, to'rdagi oddiy chit ko'rpadan o'rin oldi. Ondan, "Anlasam, og'rib qapsan, oyim. Shunga sana quvvat bo'lg'idek yemaklik keldim. Patroq saqayg'in", dedi somkadan narsalarni chiqarib. "Rahmat, javobsiz", dedi oyim uning oldida qo'l bog'lab turib. U o'choqqa o't yiqib, choy qaynatishga tutish qilib edi. Rais, "Bo'ldi, choyni boshqa kun icharman. Obdan dam olg'in", deb uydan chiqib ketdi. Ana bola ikkilan bundoq iltifotdan haqiqatan xushal bo'lishdi. Bir put go'sht, qand, 5 dona singib pishgan non ularning bir necha kun yaxshi g'izalanish uchun yetarlik edi.
Bir haftadan keyin rais yana keldi. U kunmi quruq qo'l kelmagan edi. "Nering qilgin, oyim? Toza mazza qilib yeyli", dedi rais sumkasidan go'sht elib. Oyim raisning oldiga non, qandlarni tizib, choy quyib qo'ydi-da, aldirash neringa tutish qildi. U nerinni toza o'xshitib etib, raisning oldiga liq birliganda qo'ydi. U terlab tepchirab o'ltirib, nerinning yudu yuqini qo'ymay yevatdi-da, yerim kechi bo'lay desimi, joyidan medirlamadi. Bechora oyim nima qilishini bilmay uyiga kirib chiqib yurdi. Shu orliqda Rayhon raisni qaytarmikin deb bir bulonga berib, ko'rpining chetiga beshini qo'yib yetib edi, birdamdala uyqu karvini uni so'rab ketdi. Rais oyimning oq suzuk yuziga, chiroyli lavlariga, uzun sochlariga osh ko'zlik bilan qarab etib, "Nemishqa o'z uyingdimi yomg'ir yaqqandek o'rtursan? Kel, yenimda o'ltirg'in", dedi. Oyim bo'lsa uning yenida emas, balki qizining qishig'i berib, putlarini yig'ib o'ltirdi. "O'zingmi bilasan, oyim, men bo'ytaq ham erkin odamman. Sen hozir bo'ytaq ayol. Sen ham yosh, ham chiroyli. Biz nemishqa yoshligimizni zoyi qilamiz? Seni zerikib qoldimikin, ko'nglini ichib qo'yaymikin deb kelishim", dedi rais gapni ochiqlik qilib. Bu so'zlarni anglagan oyimning yuzlarini o't elib ketdi. Biri qizirib, biri tatirib turib qoldi. "Nima balo bo'ldi sana?" dedi rais qo'pollik bilan. "Rais, siz hammamizning boshpanohigu. Men tul ayol emas, erim bor. U vatan uchun qon kechib jang qilyotdi. Undaq so'zlarni qilg'uchi bo'lmang. Men u ishlarni xohlamayman", dedi oyim. Rais qaqoqlab kulib ketdi-da, "Xohlamaymish dehi. Kolxozda keynimdan jondab yugurdigan ayol ko'rmang. Biroq mening ko'nglim faqatla senda. Kim seni undaq chiroyli bo'lsin debdi? Tilnozlanma. Birdamli tong otdi", deb o'rnidan qo'zg'ilishiga oyimmi ittik o'rnidan turib eshikni ochdi-da, o'yliq chiqib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Uni qo'qlab chiqqan rais, "Xap to'xtab tur", dedi-da, etiga minib g'azab bilan qamchi soldi. Shu kecha oyim ko'z yummay chiqdi. Ertasi ish maydonida rais uningga g'azab bilan olib, "Sen bugun qisqushpoqidan bir hassa ko'p topshirsin", dedi. "Insof qiling, rais. Kundalik normamni aron test topshiryapman. Biz ayollar ojizku oxir", dedi oyim yelingandek qilib. "Sen ojiz emas, oyim. Yuraging qapdek bor ekan", dedi rais zarda bilan. Mana shuningdan keyin rais xuddi jin chaplashgandek oyimga chaplashib, qachon qolsa shu chog'da uning uyiga keladigan bo'lib oldi. U bir kuni kashqurun pishirilgan go'sht, non, aroq ko'tarib kirdi-da, go'shtni qalab turish bilan parchalab, ustiga piyoz to'g'rab, "Qani yangla", degach, o'zimi cho'ng-cho'ng luqma oldi. Ondan piyolaga aroq qo'yib ichdi-da, birdamdala botilkani bekorlab, ko'rpa ustida qing'iyib yetib oldi. Oyim asta ishikni yepib qo'yib, Rayhonning qishig'i chiqib yetishiga, rais kaynidilna ishikni ichib kirib, oyimni ko'tarib elib, bir qo'lida uning og'zini etib, mehmonxonaga chiqdi. Bichora oyim Rayhonni anglab qolmasin deb unini chiqara olmadi. Pichirlab degidek yolvorib yelindi, yig'ladi. Biroq rais masligiga ilib, uni zodila o'zidan ajratmadi. Bu ishlar oyda bir necha qitim takrorlanadigan bo'ldi. Bir kuni kechasi opasining yig'lab yolvorgan ovozidan uyg'onib ketgan Rayhon eshik tubida turib bo'layotgan ishlarga qarab g'al-g'al titrab ketdi. "Rais, unda qilma. Kolxozda shuncha ayol bor-ku, nemishqa menga eslab olasan? Mening salomatligim yaxshi emas. Men seningdan bezor. Menga rahim qil. Qizim ikkimizga uval qilma. Xudo haqqi sendan tilay, o'tinay",
yig'lab turib. Biroq rais ayollarning hammasi noz qiladi, oyimmi noz qilyotidi. Bundaq ishni xohlamaydigan ayol bormi deb o'ylab, uning so'zini ilik olmasdan. Bo'ldi, ayim, sen qiz bola emas, cho'kangu. Sana aytsam, sen tug'magan ayol bo'lg'ashqa xuddi qiz bolaga o'xshaysan. Sen bilan birga bo'lsam, bek rohatlanib ketaman. To'la kayfimni uchirma, yavash bo'l, dedi tahdid bilan. Biroq oyim uning bilan tirkishib, uning bo'y bermaydiganda qiladi. Shuning bilan g'azab kelgan rais oyimning tasdiqiga ikkini silib, purlab ostiga bosdi. Oyimning to'xtamay yig'lashlari, zorlashlari, uning aksicha raisning hozirab umidashlari anglandi. Oyim azobdan to'lg'inib holsirdi. Rais bo'lsa kiyimlarini kiyib uydan chiqib ketdi. Bundaq nashayan ishlar bechora Rayhonning yuragida azobni ulg'aytib, opisiga bo'lgan o'shmanlik tamg'isini besibdi. Shunda qilib, jafo mushaqqat, qiyinchilik, yo'qsizlik bilan 3 yil o'tib ketdi. Rayhonmu umoqqina qizdan birini tug'ib oldi. Bu yillarda oldingi sapdan uzilmay qora xat kelib turdi. Kishilar yig'izar qilishdi. Qayg'u alamni ko'tarolmaganlari og'rib yetib qoldi. Dori kamchil, yemak-ichmak yo'q degidek bo'lg'ashqa, ojiz og'riqlar tugab ketdi. Bu munbat tuproqmi xuddi urush xarobasiga o'xshab qoldi. Shu yili noyabrgacha kevaslikda ishlagan oyimning 10 jinining biri qolmadi. Uning sizmi ko'tirib olg'usiz ruhiy azob ichida yashayotdi. Qizi Rayhon onasiga yanada g'umsaqlab yuratdi. Uning chiroyidan nafrat aralash g'azab ushqillaydi. Qizim, sana nima bo'ldi? Dedi ona bir kun. Nemishqa bundoq qilasiz? Oyim ayollarga xos nozik bir tuyg'u bilan qizning nima demoqchi bo'lganligini tushundida birdilla rangi o'chib, mingtasdi. Men nima qildim? deyaldi. Bilib turib so'raysiz-ku, men kichik bola emas. U har qancha iflos bo'lgan taqdirdimi, siz chin bo'lishingiz kerak edi. Shu chaqda dadamga vafosizlik qilmagan bo'lardingiz. Rayhon yoshlikqa xos bir rahimsizlik bilan deydiganni bilib, uningga nafrat bilan qarab etdi. Ana tilining qisqiligini bildi. U qizining ko'ziga nihoyatda tasdi tikildi. Biroq qizida shafqat nima qilsin? Qizining yuzida o'tdek lavildab turgan yolqin onani yerga qaratdi. Uy ig'iri sukutga cho'mdi. Ana birdilla inchik ovozi bilan yig'isini qo'yib etdi. Biroq Rayhon opasiga tasalli berishdi yo'q. Yig'lang, bu tek sizga ozlik qiladi. O'zingiz bo'shang, qo'rqinchoq. Shunga haq bo'zak bo'lasiz. Buning hisobiga dadamni hasratga qo'ysiz. Shundaqku? deb to'qildi. Oyimning uni ichiga tushib ketdi. U dardini kimga ayta olsin? Kimmi uning holiga yetsin? U dardini ichiga yutib, kunga o'riqlab, bir teri, bir ustixon bo'lib, g'amdan o'zini ko'tarolmayli qoldi. Albatta, u o'zi yaxshi ko'rib tekkan bu oilani jinidek aziz biladigan eri urush maydonidan qaytib kelsa, uning yuziga qanday qaraydi? Rais tarafidan bulg'angan iflos mehnat tenini uningga beramdi. Dard alam dardida kuygan, dog' tushgan, par bo'lgan yuragi bilan yana shu erini so'yalamdi. Yo'q. Oh, Tangrim, menga endi bu jonning keragi yo'q. Mushunchalik vaqtimda omodatingni elib, meni vijdon azobidan xalos qilgin. Do'zax o'tida kuydirib, ustixonlarimni kulga aylantirib etgin. Sendan tilay, Azroilni avatgin. Men rozi. U qanchalagan kunlar yig'lab turib Allohga tevindi. Kun-tunlarni uyqusiz o'tkazdi. Oxiri qat'iy irodaga keldi. Bu kolxozda erlardan norozi bo'lgan yoki boshqalarning jinsiy parokandichiligiga uchragan va yoki o'zlarini jinoyatgar deb qaragan ayollar
özüge benzin çeçip ölüp aladığı. Ular ne kadar kaysar ayallar ha? O bu alemde har bolğuça dozaq otada köyüp tükeşmemdi. O qat'i niyetga kelip bir parça xat yazdı. Sirdaryo rayonluq hökümetga. Men kolxoz a'zosi oyim. Erim Hasanjon oldingi sapga ketgan. Men bir necha yildan beri Rais Babajonov tarafidan xorlanib, nomusli kunlarga qoldim. Onun bilan qeyrishib qolsam, menga paxta terish, Sirdaryosidan qisqushpoq terish vazifasini bir hassa ko'paytib jazoladi. Onun qo'mi bo'pti deb chidab keldim. Biroq u meni bo'za qilishni zodila to'xtatmadi. Men vijdon azobida puchalandim. Erim Hasanjon oldingi sapda qon kechib jang qilayotsa, u qaytib kelsa, men uning yuziga qandoq qarayman? Qizim Rayhonmo hamma ishni bildi, hatto ko'rdi. Bu men uchun o'lim bilan barobar ish emasmi? Mening moshundaq satchilik qilib yashganimning nima ahamiyati? Endi qizim oldida, erim oldida, jamoat oldida gunohli ayol bo'lib, sap onalik obrazimga qora surkib yurib berishni vicdonim ko'tarmaydi. İnsan hayotining qanchalik qimmatlik, qanchalik aziz ekanligini tushunaman. Biroq men tortishadigan shu aziz odamlarimning oldida bu gunohlarimni ko'tarib yurolmayman. Shunga u olamga berib, do'zax o'tida ko'ygicha mushu olamda o'z ixtiyorim bilan do'zax o'tida kuyib, ruhimni poklab, boqiy olamga ketay. Har kim qilsa o'ziga qiladi. Har kim o'z qilmishiga loyiq jazoga tortilishi kerak. Elvida Hasanjon. Elvida qizim Rayhon. Elvida azizlarim. Elvida. Elvida. U xatni qatlab, paxtaliq chiletkisining ishyanchuqiga selib qo'ydi-da, xuddi ko'ngli oromga tushgandek burilma o'rniga kirib yetib oldi. Әтсі таң сәхірді ойғанған Rayhon apsi yatқан үйге kirib qarab edi, onun o'rni bo'sh ko'rindi. O'ylig'i chiqib qarab beqib edi, u yerdami ko'rinmadi. U turibla oqshom apsini qattiq ranjitganligini o'ylab, eg'ir tindida o'zidan batnab sahardila etizga ketgan bo'lsa kerak deb o'yladi. U samovarga o't yiqib, choy qaynatib, dasturxonni tayyor qildi. Nima uchundir birdan yuragi eg'ib, qo'llarimi titrab turadi. U choy qo'ymoqchi bo'lib, chini chaynakni qo'liga ilishiga chaynak yerga tushib, pari-pari bo'lib ketdi. Uni ana shundoq bir andisha, qo'rqinch iskanjaga ilib turganda, o'ylig'i bir to'p qizlar yugurgan peti kirib keldi-da, izida to'xtab qilishdi. Hech qaysisining tili gapga qo'lashmay yotdi. Rayhon: "Jinimlar, nimish bo'ldi?" deb so'rdi jiddiylashib. "Oyim opam. Opamga nima bo'pti? Bir yerdan yiqilib tushibdimi yoki o'shidan ketibdimi? Chaqqan aytinglar-chi?" "Oyim opam, u o'zini o't yiqib kuydiryapti. Paxta etizdi ko'rdik. Pek qo'rqinchli." Rayhonning quloqiga keyindagi gaplar kirmadi. Uning qallasida chaqmoq chiqildi. "Yo'q, yo'q. Opam unda qilmaydi. U intayin qaysar, jafoga chidaydigan ona. U meni hargiz tashlab ketmaydi. Yo'q, yo'q." U varqirg'inicha o'zini sirtqa otdi. Jamoat kuyib kulga aylangan oyimning ustixonlarini yig'ib, bir xaltaga silib, yerligiga qo'yishdi. "Bechora opam", deb yosh to'kdi Rayhon, hasrat bilan tuproq beshida yukinib o'tirib. "Jon opa, nemishqa bundoq qildingiz? Nemishqa bizni tashlab ketdingiz?" "Opa, men sizning oldingizga kelganda 7 yosh. Siz bo'lsangiz, aran 17 yoshda edingiz. Lekin siz meni qizim dedingiz. Men bu so'zingizdan cheksiz suyundim. Sizga shundoq amroq edim. Men bu kundan kunga cho'ng bo'ldim. Oiladagi ba'zi ishlarni tushunadigan bo'lib qoldim. G'ayri noto'g'ri munosabatlarni o'z ko'zim bilan ko'rgan bo'lsammi? Biroq
Dadamga deyişki tilim barmidi. Apa, siz bek biçare. Hem yavaş ediniz. Şuna bozak kılıptınız. Horluk kuvuşurdunuz. Dadam muş iş tüpeyle azaplık günlerini ötküzdü. Ahir bu roy azapga çidiyalmazsın. Reis bilen kattık tutuştu. Ben bu toy kıldım. Köprek küllerim Mahmut Kar dadam bilen bile öttü. Onun haldan haber iliştim mi kaçmadım. Kızım toğuldu. Kızımdan dadısı mı aldım kısepti bolgaşka. Siz balam hem ben üçün köpçe batarttınız. Bunun üçün tek sizge rahmet etmeğandım o abba. Mende dadam Hasancan'a okşaş karışlık gücü var. Yamandan korkmaydıgan, yavaşını bozak kılmaydıgan irade bilen yaşaşını kalayım. Sizni bozak kılgan, vicdan asabıda kıynagan adamge ben emdi boş gelmeyim. Nöbet gelse, kısası iliştim uyanmayım. Apa, ruhunuz korunmusun. Menden gam kılma. Allah'ın şefkati çeksizdir. O sizin günahlarınızı keçirdi. Ruhunuz emin tapkan. O apsının toprak beşida iç karnıdakini töküp yığılgan beti yandı. Yol boyu köz yeşini to'xtatib alalmadı. O şunda qaygılı günlerinin biride bir parça xat tapşırıp aldı. Xatda dadısının urushda qurban bolganligi yozilgan edi. Onun bir derdi ikki bo'ldi. Apsi o'lib olsa, dadısı urushda qurban bo'lsa, endi eri qaytib kelalarmi? Qachon keladi? Agar u urushda qurban bo'lsa-chi? O üstü üstülep kelgen azaplarga berdaşlık berelmey, tenlere boşap, lassada o'ltirib qoldi. Aziz qarindishim, bugungi anglishimiz bilan mazkur romanning birinchi qismi Ansiz yillarni o'qib 122 betiga keldik. Romanning boshlanishini mundaqcha aytganda, yip uçini yutirib qo'ymasligingiz uchun o'qib mush yergacha bo'lgan mazmunni qisqacha xulosalab o'taylik. Roman ana yurtimizning janubiy rayonidagi bir nahiyada o'ltirishliq, ma'rifatparvar, xalqparvar Seyit Hojining uyiga chaqirilmagan ikki mehmonning, ya'ni nahiyaning qoza xonumi Saydulla bilan Yomilning tarjimoni Qosim Tögining kelishi bilan boshlandi. Bu 20-asrning 30-yillari bo'lib, Tungan urushi mezgillari, ya'ni Majuniyingning qo'shinlari Janubiy Shinjongda zo'r qirg'inchilik, bulong-talong harakatlarini elib berayotgan davr edi. Qazoxnim Saydulla bilan Qosim Töge Seyit Hojini o'zlari bilan birlashib, kunlarini aran-aran o'tkazayotgan xalqni texmo qattiq ezish badaliga o'zlarini texmo boy qilishga, cheriklar uchun xizmat qilishga ham ularga iqtisodiy yordam berishga qistaydi. Qosim Töge hatta Seyit Hojining bir navri singlisini 4-qo'tilliq elish taklifini qo'ydi. Seyit Hoji bu talablarni rad qilgandan keyin Qosim Töge 3 ilish niyatiga keladi. Bir kuni u qurolliq cheriklarni boshlab kelib, Seyit Hoji oilasini talon-taroj qiladi hamda Seyit Hoji kelini va ikki navrisini vahshiylarcha o'ldiradi. Bu kuni Seyit Hojining ayoli Tilla xonim, o'g'li Mahmud Qari va qizi Oyimlar sahrodagi bir tuqunining uyiga ketgan bo'lib, uyida yo'q bo'lg'ashqa bu qirg'inchilikdan omon qoladi. Mahmud Qari sahrodagi tuqqanlarning to'sishi bilan g'azabini ichiga yutib, bir mezgil sahroda turib turishga majbur bo'ladi. Lekin ularning kunlari dakki-dukkida o'tadi. Bir kuni Mahmud Qarini kichigida billa o'ynab cho'ng bo'lgan do'sti Hasanjon yo'qlab keladi. Hasanjon namratlik dardida o'z yurtidan chiqib ketgan, keyin cheriklarga tutilib, cheriklarning otbaqari bo'lib ishlayotgan yosh edi. Bir kuni Mahmud Qarimo cheriklar tarafidan tutilib, majburiy askar bo'ladi. U Yasun Fugan ismli bir oq ko'ngil kishi bilan tanishidi ham uning yordamiga erishidi. Yasun Fugan, Hasanjon va Mahmud Qarilar bu yerdan qochib ketish uchun atrofliq plan tuzidi.
Ahir bir Qırğız malçının yol başlaşı bilen Mahmud Qari anası Tillaxan və sınlısı Ayimni, Həsəncan 6 yaşlıq qızı Reyhan'ı ilib, Yasin Fugan qatarlıq 20 kişi qeçib, Sovet İttifaqı çegirisindən ötüb ketidi. Ana yurtidan ayrılıb, yat bir elge kelib qalğanlığını bilgan Tillaxan ana öz yurtidan vaz keçib qaçqan oğlu Mahmud Qari və başqalarını ayıplaydı və kemida unutub qalğan jelitkisini alğılı berib, qaytışıda oq tegib qaza qılıdı. Mahmud Qari və Həsəncanlar səfərini davamlaşdırıb, Sirdaryo boylarına kelib qalıdı və Leninabad degan kolxozga o'rinlashib, shu yerda qurilish, ishlab chiqarish, bo'z yer ichish əməliyyatlarga kirishib ketdi. Mahmud Qari o'zining guldek oshpazlik hunari bilan olqishlanadi. Həsəncan Mahmud Qarining singlisi Oyim bilan to'y qiladi. Kolxozdagi turmush nihoyat jafoliq bo'lib, ular xuddi temir odamdek ishlatildi. Bu kolxozning raisi Babajan ismli bir kishi bo'lib, xotin burishlig'i bilan nom bor edi. Bir kuni u Həsəncanning oilasida yo'q vaqtidan foydalanib, Oyimni bo'za qilmoqchi bo'ldi. Ayolni tuyuqsiz yo'qlab kelgan Həsəncan naq maydonga tushib qoldi. U raisga varqirab, aybi qilib qo'rqitdi-yu, lekin ochchig'ini ayolni urib dumbalab chiqardi. 1941-yili Sovet Germaniya urushi portlaydi. Həsəncan askarlikka tizimlanib jangga ketdi. Bu chaqda Həsənjanning qizi Reyhan urushga mangmoqchi bo'layotgan bir shopir yigit Abdurahmon bilan to'y qildi. Erlar jangga ketib, Oyim bilan Reyhan yolg'iz qoldi. Kolxoz raisi bu fursatdan foydalanib, yomon niyatini ishga oshirdi. Bu ishni bilib qolgan Reyhan Oyimga nafratlandi. Oyim buningizga chidamay, o'zining pokligini, sadoqatmanligini isbotlash uchun Sirdaryo rayonlik hukumatga kolxoz raisining qilmishlarini fosh qilib, bir parcha xat yozib qo'yib, o'ziga benzin chechib o't qo'yib, hayotini oxirlashtirdi. Oyim tugab ketgandan keyin Reyhan o'zining uningga nohaqchilik qilganligini, uning holiga yetish u yoqda tursin, aksicha uni shalloq ayollar qatorida ko'rib, nafratlanganligini o'ylab ko'p o'kinadi. Va bir kuni cho'qim uning uchun intiqom olishni niyat qiladi. Undaqda Reyhanning urushga ketgan dadisi Həsənjan rasla urushda qurbon bo'lamdi. Yo'ldoshi Abdurahmon urushdan sog'-salomat qaytib kelamdi. Reyhan salomat bo'shinamdi. Kolxoz raisi yana qandoq askarliklarni qiladi. Davomini kelar qitim anglag'aysiz. Hozirgi vaqtingiz xayrli bo'lsin. Allohga omonat.